Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, hammalarni kirib kelayotgan Hayit ayyom bilan tabriklayman. Hammanglarga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonimiz obod bo'lsin. Endi biz mana shu 6 oy ichida ancha-muncha asarlarni o'rganib qo'ydik. Ko'proq o'sha asarni birinchi navbatda bilsangiz she'rni yaxshilab yodlasa, o'shandagina asar o'sha ijro etuvchilik bo'ladi. Chunki asar so'zini yodlolmasa, etolmaydi. Bunda shunaqa xususiyat borki, yaxshilab yodlaydi. Agar yodlolmasa, etmaydi. Chunki biladiki qattiq etolmay qolishi mumkin yoki so'zi kelmay qolishi mumkin-da, shunaqa bo'lmasligi uchun avvalambor so'zini o'zi yaxshilab yodlaydi. Ana undan keyin men tayyorman deydi. O'zi injiqligi bormi Asalxonni qanaqadir? Yo'q, buni aytmayman yoki eplay olmayman deb qoladilarmi ba'zida? Ya, har bitta o'quvchida o'ziga yarasha injiqlik bo'ladi, hammada bor. Ustozlar. Lekin injiqlikni o'ngdan yoki chapdan olib o'tib ketishga harakat qilamiz, u ham biladi. Mana bir ijodkorning yutug'ida o'zini iqtidoriga bog'liqmi yoki ustozni qo'llab-quvvatlovi vaqtida iqtidorini aniqlashigami, nima deb o'ylaysiz? Hozirgi ikkita narsangizga ham bir-biriga bog'liq. Chunki juda ham iqtidorli bola bo'lsa ham, buni yaxshi ustozni qo'liga tushmasa, o'zi xohlagancha etib ketaveradi. Agar yaxshi ustozni qo'liga umuman no'noq o'quvchi tushib qolsa ham, o'qituvchi juda ham qiynaladi. Bunisida ham ozgina qo'shiladi-da, o'shandagina yaxshi sozanda yoki xonanda yetishib chiqadi. Muhiddin aka, mana yoshlar bilan ishlab kelyapsiz ancha paytdan buyon. Bitta nozik tarafi bor-da, yosh o'sha shogirdlar bilan ishlashni agar tanqid qiladigan bo'lsangiz, ularni agar biroz me'yordan ortsa, birato'la sindirib qo'yish mumkin. Ularning ruhiyatiga tez ta'sir qiladi bu o'sha menga yoshligimda mana shunaqa degansiz degan qalbida bir yuk bilan qolib ketadi. O'sha ta'lim berish jarayonida, ularning iste'dodini ochish jarayonida nimalarga e'tibor berasiz? O'zi umuman sizni uslubingiz qanday shogird tarbiyalashda? Gapi to'g'ri, chunki hozirgi paytda shu 2000-yildan keyingi, endi bu gap u aniq gap, chunki buni inkor qilib ham bo'lmaydi. Chunki 2000-yildan keyin tug'ilgan bolalarda ko'pchilikda shu qanaqadir stress holati juda ham ko'p. Z avlod shunaqa bo'lib qoldi deb juda ko'p eshityapmiz. Endi biz yoshligimizda misolcha adamiz, oyimiz urishsa yoki baqirsa, meniki qabul qilinmas edi. Bari o'zimiz ota-onamiz deyshadi. Hozir unaqa kamroqda, shunaqa bolalar ham bor. Lekin ancha shu hozirgi kichkina bolalar stress holatda yuradi. Juda ham ularga qattiq gapirsangiz, yuragiga yaqin oladi. Yumshoq gapirsangiz, aytganingizni qilmaydi. Erkalanib ketadi. Umuman gapirmasangiz bilganini qiladi. O'shaning uchun uchalovini yiqqan holatda ozgina don chochgandek chochib amalligimizda endi ilojimiz yo'q. Muhiddin aka, sizga ham rahmat. Mana juda ham ko'plab shogirdlarni yetishtirishda hormasdan, tormasdan mehnatingizni, hissangizni qo'shib kelyapsiz. Bardavom bo'lsin deymiz. Ana endi baribir xayrlashuv onlari yetyapti. Agar eslatmalar, biror bir yangiliklar bo'lsa, aytib o'tsangiz bo'ladi. Rahmat. Endi faqatgina tavsiyam kattalarning aytganini qilish kerak. Kam bo'lmaydi.